Assalomu alaykum ahli YouTube, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi kelin pechkamiz. Farg'ona viloyati Boltako'lga o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ikkita xonani o'rtasiga bir tomonda yoqiladi, ikkita xona bemalol isitaveradi. Xizmatlar vodiy bo'ylab sarlavhada nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Old tarafi bir 5lik pechka, to'rlik listda bo'lgan lazerda kesilgan qanoti bor. Ham yo'g'ini o'zimiz olib borib, o'rnatib, yoqib beramiz. Uy egasi sement qum, shiperdan chiqadigan bo'lsa, azbest bo'lib qo'yadi. Yoqib, sinab berdik. Old tarafda yaltiroq turbalari old tarafda bo'ladi. Orqa tomonda bo'lmaydi, orqa tomonda ham ko'rsatib qo'yamiz. Orqa tomoni. Ablisovka g'ishlari bilan olib borib o'rnatib beramiz. Ablisovka g'ishti foydali tarafi, buni shuvoq qilmaysiz, kafel qilmaysiz. Shunday chiroyli holatda qolaveradi o'zi. Haftada, oyda bir artib qo'yilsa g'ishtlar yarqtirab, chiroyli bo'lib turaveradi. Turli tozalaydigan joyi. Yechib, tozalab, yana qayta qadirib qo'yilaveradi. Videoga like bosib, kanalga yangilar bo'lsa obuna qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.